Maxsutrans xizmati xodimlari erta sahardan soat 6 dan boshlab ish faoliyatiga kirishadi. Tan oling, deyarli har kuni bir marta bo'lsa ham ko'chaga chiqindi tashlaymiz. Siz u biz ko'cha-kuyda tashlayotgan chiqindilarimizni ular qo'llari bilan olib mashinaga tashlashadi. Va mana shu O'zbekistonimizni toza ozodaligini saqlash uchun o'z xizmatlarini qilishadi. Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, o'zimga yoqadi ish. Har doim ertalab turib, vaqtli turib, erta sahardan ishga kelamiz. Bugungi kunda dangasalik deyarli har bir insonda uchraydi. Ayni shuning uchun ham yon atrofimiz axlatga to'lib boryapti. Birgina mana shu Yashnobod tumanida nechta avtomashina va nechta xodim faoliyat yuritadi? 30 ta mashina bor, 60 ta shu yuk ortuvchi bor. 500 kilogramm chiqindi yil davomida har bir kishi hissasiga to'g'ri kelar ekan. Buni butun umrga qiyoslasak qancha bo'lishini tasavvur qiling. Inson halol ish qilyapti, hammasiga shukr qilish kerak-da. Uyquda shu 5 ta tursak, 5:30 kelamiz garajga. 6 da chiqib ketamiz. Bu ishni tanlaganingizdan afsuslangan paytingiz bo'lganmi? Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Arzimas haq evaziga bo'lsa-da atrof muhitni ozoda saqlayotgan xodimlarning borligi quvonarli. Ular sabab shahrimiz toza. Boshqa ishga o'tishga harakat ham qilmayman. Mana shu ishga o'tdimmi, bo'ldi. Bir umr qolishi ana qilaman degan. Daraxt bitta joyi ko'karadi. Egnimdagi bu kiyimni bejiz kiyganim yo'q. Afsus, so'nggi paytlarda oddiy qora ishni qilayotgan hamyurtlarimizga past nazarda qarayotgan va ularni haqoratlayotgan insonlar uchrayapti. Odamlarga kelisholmay qolamiz. Urushadi, so'kadi, urushib ketadi. Misol uchun mahallada yursak, yaxshi gapirib qoladi, yomon gapirib qoladi, bir xil so'kadi, shirin gapiradi, bir xilga choy olib chiqib beradi, suv olib chiqib beradi. 7-sentyabr xalqaro moviy osmon uchun toza havo kuni. Sayyoramiz kelajagi esa hammamizniki. Atrof muhit tozaligiga har birimiz javobgarmiz. O'zimizdan boshlab xususiy sektorgacha, jamoat tashkilotlaridan hukumatgacha barchamiz birgalikda ish olib borishimiz lozim. Respublikamizda 2021-yilda sanoat korxonalari tomonidan atmosferaga tashlangan tashlamalar miqdori 909 ming tonnani tashkil qilib, bu mos ravishda 2019 va 2020-yilga nisbatan 4,5 va 2% kamaygan. Olib borilayotgan ushbu chora-tadbirlar davomida respublikamizda yiliga o'rtacha 240 ming tonnaga yaqin yoki 20% yaqin atmosferaga tashlanayotgan tashlamalarning miqdori kamayishiga erishiladi. Yurtimizni har bir qarish yerini toza ozoda saqlash siz u bizga bog'liqdir. Bu kun Nozimjon Teshayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.